Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Din ve hayat namlıq söhbet programımızga dikkat etibarınlarını berginlarını kızgın karşı alımız. Programımızın bugünkü bölümünde demokratiya hakkı toxtalımız. Programımızın bugünkü aziz mehmanları Azharni Üniversitesi'ni bitkizip bizning Uyg'ur xalqiga nurg'ulg'an qimmatli kitoblarni İslamda avlod tarbiyasi, oila tuzumi, din va hayot, ya'ni 2000 savolga javob qatorliq nurg'un qimmatli kitoblarni yozib taqdim qilgan Muhammad Yusuf Qarim va hammalarga tanish bo'lgan Siroy Najim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarim endi bu programmamizni avval shu demokratning ma'nosi, demokratiya degan nima degandan boshlasak, qani marhamat. Buldu rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Demokratiya degan atalg'u asli Grekcha, ya'ni Yunon tilidagi bir gapken. Bu bir qancha yüz yil buloqliq hamda dunyoda taralganga. Endi demokratiyani bunda akademiylik atalg'ulardan yiroq turib, odatdagi oddiy bir til bilan uqtirganda xalq o'zining boshliqlarini o'zi saylash huquqiga ega bo'lishi, o'zi xohlamagan birisining xalqqa musallat bo'lib olmasligi, boshliqlardan bundaq hisob elishni bilishi deganga o'xshash shularga ixchamlangan hamda. Mana bu demokratiyaning javhiri asosi mazmuni hamda. Mana mushundaq bir haqiqiy demokratiya javhirini insonlar erkin saylam o'tkazish, xalqning ra'yini so'rash, ko'p sonliqning ra'yi bo'yicha ish ko'rish, jamoat fikrini ifodalash uchun partiyalarni qurish, oz sonliqning haqqini qo'g'dash, tashviqot va fikr bayon qilish erkinligini yo'lga qo'yish, mahkamalarningki mustaqil bo'lish qatorliq mushunda ishlar bilan elib bordamdi. Demokratiya yig'inchoqlab aytganda İslam dininin icadiyeti desek buludamdı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun 14 asır ilgiri ilan kılgan Medine Munavvar'da birinci İslam devletini kurga vaxtida ilan kılgan hak hukuklarının ki bir kısmı hesaplandı bu amdı. Şu vaxtida Resulullah Medine'de 52 maddelik Medine desturunu ilan kılış arkalık hak hukuklarını ilan kılgan. Keyin çıkan hak hukuk demokratiya deganlar mı hamda insanların ki özü nurgun yıl şu müstebitlerinin, diktatorlarının zulmünü çekip aşulardan bir kutuluşunun yolunu izlep özü xalqan özünün xalqni, yani xalqniki vekillik qila oladigan va xalqning irodasiga varislik qila oladigan, xalqning istagan adamininki ularga boshliqlab boshqurishi, mushuni amalga oshirish uchun demokratiya deganni o'tirg'i chiqargan. Halbuki bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bu ishlarni tatbiqlab o'zi o'z vaqtida ko'rsatgan. Shunda yaxshi sunnatlarni qoldirgan bizga hamda. Demokratiya masalasi haqiqatan sezgir masalanda. Nurg'ulg'an kishilar uni madihlab oningki yaxshi tarafini ko'targan bo'lsa, nurg'ulg'an insonlar uningdan tanqidlaganlar ko'p. Shunga qandaylikin bo'lmasin, bugungi kunda biz yashayapmiz, endi atrofimizda demokrat tuzumlarni ko'ryapmiz. Endi buning nisbatan ba'zi ustozlar, ba'zi olimlar o'zini qochirib, xalqning oldida men endi ezib ketmaydi. Xalqning nafrat uchrab qolmaydi. Bu qandaylikin bo'lmasin, bu haqni izlanishimiz bu ustida hammalarning majburiyati endi. Shunga buning bilan ba'zilar bu demokratiya islomga zid deydiganlar bor ekan, ba'zilar islomga zid emas deydi ekan. Zaten bu demokratiya islomga zid emasmi bu haqda? Yani biraz da ochiqlanmaslar. Ha, İslamga demokratiya İslamga zidmi, zid emasmi degan to'g'risida jiq bir talash tartishlar bor ekan hamda. Nurg'un kishilar bu İslamga zid keldi deydigan. Halbuki biz yaxshi qaraydigan bo'lsak, bu İslamning asosiy javhiri bilan yiqilishidi ekan bu. Qanday deganda demokratiya degan bu xalqningki irodasini amalga oshirish. Payg'ambarimizningki etpagan ishlarmanda shu vaqtida Allah Ta'aladan kelgan vahiy buningda hech qanday bir yoki kengash yoki shura yoki xalqdan so'rash bunda gap yo'q, uni gap yo'q ayni vahiyda. Ammo uningda boshqa bunda hayotiy ishlarda, masalan, qachon urush qilish masalasi, ondan
Uningdan boshqa da hayotdagi masalalarda xalqning ra'yini elish bilan ish qilgan. Yani hatta sahabeler nimani saylash jarayonida, xalifani saylash jarayonida Peygamber bekimini köstüp bermegen. Bu en yani xalqning ra'yi bilan bulutqanligininki çoğun bir delili şu. Köstüp bermegen uçaqda muhacirlar, ensarlar, Medinelik muhacirlar bilan Medinelik musulmonlar bilan Mekkelik musulmonlar birleşip Abu Bakr radhiyallohu anhu'ni ovoz berib saylagan. İkinci qatam Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu saylandigan vaqtida 6 kishilik shura hay'ati nima qilib 6 kishilik shura hay'atininki 3 kishi agar 3 kishininki 4 kishi ko'p sonliqni egallasa, shu ovoz berishdi, shuning ovozi kuchga ega degan nimani chiqargan. Agar 3 tanglashib qolsa, sirtdan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu kirib uning o'shiningki digini butqanga. Agar o kirishga unimasa, sahabalardan Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu shuning ichida bor, shu shuraning ichida bor. Shu tug'an, shu ovoz bergan tarafninki gipi nimaga itibarga elinayotgan ashuna qilganda, demak endi bu shura bizningki islom dinimizda asosiy bir prinsip, cho'ng bir qonun. Bular islomning siyosiy ishlardagi asosiy qonun. Endi uni shu shurani qaysi shaklda elib berish masalasida hamda biz uni ulamolarning ijtihodiga topshirilgan ish. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamonida elib borgan ish bilan Umar ibn Xattobning zamonida elib borgan ishga o'xshamaydi masalan. Uning keyingi xalifaning vaqtidagi ish o'xshamaydi masalan. Shu hamda ijtihodga topshirilgan bir ish endi. Bu qarshi chiqqanlar zitkildo deydigan ulamolar ikki masalani tutib olib shuni g'inim qildi. Biri nima desa, bu demokratiya degan so'z kofirlardan kelgan so'z. Bizda shura bor. Shura degan kengash degan bo'ldi. Endi bizlar Alloh taolo Rasulullah'a shunda buyurgan hamdi shura ve şavirhum fil emri işte ular bilan kengashgan. Onundan keyin mu'minlarni sifatlagan sifatda ve emruhum shura baynahum ularning ishlari alqamida kengashib ish qildi deb shunday qilgan. Demak, shura bizning asosiy prinsip. Ammo shu shurani amalga oshirish uchun elib borgan vositalarni ulamolarning ijtihodiga topshirgan. Xuddi biz hozirgi zamon fan texnikalarida foydalanganga o'xshash bir ish endi. Rasulullohninki Belligu anni velev ayet degan hadisi var. Mendan bir ayet olsa yetkizing degan. Burungi zamonlarda ulamolar tashviq qilish orqali, madrasalarda so'zlash orqali, xutbada so'zlash orqali, kitob yozish orqali yetkizgan. Endi hozirgi zamonda undidar deymiz, internet deymiz, uçur vositaları, televizor deymiz, nurg'un vositalar. Mushu vositalar orqali uni yetkizamiz. Masalan, uningdan endi zamonga qarab bir vositadan yaxshi bo'ldi. Bizning shu demokratiya degan gap manda hozirgi zamonga nisbatan hozirgi zamonda biz foydalanayotgan eng yaxshi bir ish endi. Hozir musulmonlarga ko'rsak, dunyoda shu demokratiyaning soyasida islom da'vatini ochiq da'vat qila olamiz. Musulmonlar o'zining haq huquqini qo'g'dab yaxshi yashay oladigan endi hozirgi zamonda. Endi Muşu İslam daveti muşundaq demokratiyanın sayısındaki bir hürriyetke muhtaç, erkinlikке muhtaç. Hazır dünyanın hem yerde aslında qısıqlab bu bizning davetimizga mesela tosqunluq qildi kishilar. Agar shu tosqunluqlar bo'lmaydigan bo'lsa, haqiqiy hem yerde haqiqiy demokratik asosda ayda tunuydigan bo'lsa, bizning dinimizni haq to'g'ri tushunib, musulmon bo'lmaganlar musulmon bo'lib, ashunda bo'layotgan gapda. Endi demokratiyaningki yana biri nimaga zid keldi degan gap, endi buningda demokratiyaning ma'nosi bu xalq hokimiyati degan bo'lgan. Demokratiya degan gap endi Yunonchada yoki xalq hukmronligi deb bo'lgandan bu inil hukmu illa lillah degan tursa Qur'on Karimda hokimiyat faqat Allohga degan tursa biz kelib bu yerda xalqning hokimiyati desak xalqqa epasa qanday bo'ldi deydi. Buningda hech qanday bir zidlik yo'q. Hech qanday bir musulmon bu Alloh taolaning hokimiyatini xalqqa mansub qilmaydi endi. Buningdagi bu xalqning hokimiyati degan gap xalq o'zining boshlig'ini o'zi saylaydi degan gap. Ammo Rasulullohning hadisida sizlarninki bir yerga 3 odam bir yerda bo'lsa, biz shunga boshliq bo'lsin degan masalan. Shu o'tirdi saylab chiqirdi. Uningdan keyin 3 odamninki ibodati yo namozi qabul emas degancha, u 3 odamning birisi halqi jamoat yoqtirmagan imom. Dini bir namozdagi ish shunda tursa, butun hayotlikda o'zi yoqtirmagan bir odamni bir odam ya'ni chiqib olib xalqning yallisiga
o hükümranlık kılman dese, o bulam dendi. Resulullah'ın yani bir hadisi var. Sizlerin en yaxşı başlıklarına sizler ularını yaktırdıgan, ularını sizlerini yaktırdıgan, sizler ularını yaxşı tileklerini tileydigan, sizler ularını yaxşı tileklerini tileydigan kişiler. Sizlerin en yaman başlıklarına sizler ularını yaman kırdıgan, ularını sizlerini yaman kırdıgan ve sizler ularını lanet kırdıgan, ularını sizlerini lanet kırdıgan. İmam Müslim rivayet kılan sahih hadis. Muşundan çıkıp durdu ki demek halkın iradesi bilen bolsun demekçi. Endi halkın iradesi bilen bolsa qandaq boldu? Şu saylam arkalık boldu. Burunqu zamanda Medine kichik bir yer mesela Ensarlar, Mucahirler, Muhacirlar bir yerge akilip avaz edip kılgan. Umar radhiyallahu anh'ın zamanında 6 kişi bir yer oturup kılgan. Hazır zamanda oturup kılgılmak ki sandıklarını birikitip her bir şehirge sayılanın vaktini birikitip kişilerin avazını edip ancak muşunun yüzü demokratiya yani. Muşunda işin faydalanma yani nimenin faydalanmamız. Hazır mesela bizge bu yani demokratiya degende biz bu bunun fakat bir hacet boğulup bulmaydı demek emas. Faydalanılan bir vasıtaların qatarı. Xuddi şu uçur vasıtalarga o'xshash. Masalan, şura bir prensip. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu prensipte bekitdi şunama Rasulullah gamdı ve şaverhum da buyurdu. Xuddi bu perizni belgilegen nimeni, hac perizni belgilegenge o'xshash. Kuchi yetgan adam ömrüde bir qatim Beytullah'ni hac qilish periz shunami? Periz. Ammo Beytullahga qanday keldi o? Aeroplan bilan kelamdi o, eshak, tugi bilan kelamdi o, parxod bilan kelamdi o, poyezd bilan nima bilan keladi onun o xalqning o'zining qanday kelsa, o'zining ixtiyor. Shunga o'xshash, mushu shurani amalga oshirish uchun biz qaysi vosita, qaysi zamonda yaxshi bo'lsa shuni qo'llaymiz. Hozirgi zamonda demokratiya shurani amalga oshirishning eng yaxshi bir yo'li endi. Endi u demokratiyaga bizning islom davetimiz ve musulmonlar en büyük muhtaç bir vakit endi hozirgi zamondacha. Şuna bunu endi ikki ishni herkes zid tigil bo'lmaydi. Bu Allah Teala'nınki hakimiyetiga kelsak, mesela Allah Teala'nın hakimiyetini ikki turli tushuntirdi ulamolar. Biri Allah Teala'nınki bütün kainatdagi hamma ishni tasarruf qilguvchi, hamma ish Allah'ın takdiri bilan, xohishi bilan bo'ldi. Allah'ın takdirisiz kıl tevirmeydi degan gap endi bizning tilimizda. İkinci hakimiyeti Allah Teala'nın kanun turg'uzish hakimiyeti. Her qanday Allah Teala'nın kanunu bo'yicha bo'lish kerak. Allah'ın Kur'an sünnet bilan bo'lish kerak. O asosiy prinsip endi. Endi uning ichida mesela İslam fiqhida halal haram meselesi, aqida meselesi, muomalat hammasining tafsilotlari, qoidalari hammasi bekitilgan. Bu siyosiy masalalarning shuroga o'xshash bir ulug'vor cho'ng prinsip bekitilgan, ammo uning tafsilotlari, mesela qaysi tuzumni qo'llaydi, tuzum masalasida ulamolarning ijtihodiga topshirilgan ish endi. Ulamolar o'zining ijtihodida dunyodagi qaysi zamonda qaysi ish munavvar shu zamonga munosib bo'lib, xalqningki iradasiga vekillik qila oladigan bo'lsa, shu ishni qo'llanadi endi. Bu bugungi zamonda hozir demokratiyadan musulmonlar erkin bir nafas elib bir ishlarini qilyotdi masalan. Endi boshqa bir zaman kelib uningdan yaxshi bir ish chiqsa, uni qo'llanadi. Chunki musulmon qo'llanish kerak. Ammo bu kofirning narsini nimishqa biz qabul qilamiz degan yerga kelsak, kofirning narsi bo'lsa, agar foydali bo'lsa biz qabul qilish kerak. Rasulullohning zamonida nimalar 10 ming kishilik G'azul Ahzabda mushriklar bütün G'atafan qabilalari işçiden munafiqlar birleşip Medine'ye hücum kıldıgan çağda Rasulullah sahabelerle maslahatlashib, şu İranlık sahabe Salman Farisi'nin fikri bilen Xandak qo'llash fikrini qabul qilgan. Bu Xandak degan arablarda yo'q ish ekan, İranlıklarning ishi ekan endi. Shuni bir kofirning ishini qabul qilgan endi shu chaqda Rasulullah. Lekin foydasi bo'lgan musulmonlarga. Uningdan keyin asirga tushgan mushriklarningki her bir kafir mushrik 10 tane Müslüman balığa xat yezishni, o'qishni o'rgatib qo'ysa, qo'yib birtgan bunda qonun qo'llangan. Ammo u kafir bo'lsin, lekin aninki o'qish, yezishni, bilishni iborat ma hikmat, musulmonlarga erishga tegishli hikmat. Endi qanda Rasulullohning bir hadisi bo'lgandi. Al-hikmatu dalat. Al-hikmatu dalat mu'minin. Hikmatiga musulmonlarga yuturib qo'ygan narsa, na'dan topsa uni erishga haqliq deb. Endi bizmi shu hozirgi zamonda bizga bu tecrübelerden ötken bütün dünyada keng qo'llanayotgan shunda demokratiyada bir baylık aldığımızda turuptu. Ama bizga kerak emasdi bu desek, nima qilmoqchi emasa, sotsializmga o'xshash bir adamniki hokimiyatida 30-40 yil yaşamdı yoki podshohlik tuzumini nima qilamizmi endi? Ya'ni o'ylab beqish kerak endi hozirgi zamonda endi. Asasen bu demokratiyaning ma'nosi
Yani xalq hakimiyeti. Shu tushunishdagi gap masalasi. Xalq hakimiyeti degani qonun chiqarish huquqlarini xalqning qo'lida degan mazmunlarni tushunib o'ylab, bu vaqt xato. Qonun chiqarish huquq Allohninki. Ammo xalq yani o'zining boshliqlarini shu Alloh chiqarib bergan qonunni yurgizishimi, ijro qilishimi biz rahbarga muhtoj. Adam kerak. Boshliq kerak. Boshliqni xalq o'zi saylaydi degan ma'no bilan to'g'ri. Ammo qonunni xalq o'zi chiqardi degan ma'no bilan tushunib olsa demokratiyani u vaqtda xato. Degan yani shuning bilan gaplar xulosalangan bo'ldi. Endi ustoz Siraj Najim bilan bu demokratiya bizning Turkiyaga o'xshagan ba'zi davlatlarda g'alaba qildi. Misrga o'xshagan ba'zi davlatlarda demokratiya mag'lub bo'ldi ko'ryapmiz. Bu vaqtda sizlar biroz tushuncha bergan bo'lsizlar. Yaxshi, bismillahirrohmanirrohim. Ustozlardan Alloh razı olsun, Muhammad Yusuf'arimdan. Ayt yaxshi tushuncha berdi. Hakikaten biz her qanday bir meseleni, bir narsani o'tirib qo'yishni xohlasak, mayli uningga qarshi chiqayli yoki uni qabul qilayli, zat uning mohiyatiga qarashimiz lozim, buni tushunishimiz lozim, bilishimiz lozim, izlashimiz kerak. Yani zaten mesela demokratiya dedik. Bu demokratiyanın nimaligi, uning mohiyatini, kelib chiqishi va buning foyda ziyonlari bu vaqtda nayet etraflı tushungandan keyin uningga biz baho bersak bo'ladi. Hozir o'tirg'i chiqqan masalalar qaraydigan bo'lsak, xususan bizning Uyg'ur jamoatida islomchi, demokratchi deb ikki tarafga ayirib insonlarni muomala qiladi o'z tarafidan. Xuddi masalan biraz qadek o'zi diniga yaqin dindor sifat insonlar o'zi yaxshi ko'rmagan yoki biraz qadek ziyoli dünya bilan munosabati va siyosiy vaziyatning aloqasi va insonni taraf bağlı bu demokratcha deb qo'ydi. Haqiqatda islomning asosiy javherida islomchi degan gapmi yo'q, demokratcha degan gapmi yo'q. Ama bu hammasi insonlarga qarata shunda o'zi xohlagancha baho berib, uni bir yomon ko'rsatadigan, o'zining shaxsiy g'arazini ishga oshiradigan bir ishlar. Bu qilig'i. Shuning uchun bu buchi degan narsani tamamen biz o'tirdan yo'qotish lozim. Ama biz hamma ishga biz musulmon. Hakikaten bizning Allohning hakimiyeti bu yer yuzida hukm surishi lozim. Biz Allohga iymon keltirgan ekanmiz, payg'ambarga iymon keltirgan ekanmiz, islomning hakimiyatini qabul qilgan ekanmiz, biz Qur'onni hukm qilamiz. Qur'on hakimiyati bo'ladi, islom hakimiyati bo'ladi. Buni hech qanday shak qilmaydim. Ammo shu islom hakimiyatini haqiqatni yurgizish uchun biz qo'llanadigan vositalar Ustoz Muhammad Yusuf degandek, o qaysi bo'lishni insonlar o'zining sharoiti va vaziyatiga qarab belgilaydi. Endi hozir shu demokratiyadan insonlar qaysi usulda foydalandi, buni qarasak bo'ladi. Buning da g'arb zaten uning g'arbning tuzumi demokratik tuzum. Onun hech kim ixtilof qilmaydi. Ammo biz g'arbga agashayli, Amerikaga agashayli, Yevropaga agashayli degan masala emas. Ular biz agashmaymiz. Ular bizni agish uchun ular bizning dinimizni tashlab, "Valan tarda ankal yahud va lan nasara hatta tattabi'a millatahum" deydi-ku. Shu biz dinimizni tashlab ularga agashsak, o vaqtda bizni xursand bo'ladi, hatto shu vaqtda endi bizni o'z jismiga qabul qilmaydi ular. Undan bo'lgan ekan biz onun aksını mağmayımız. Ama ameliyatda mesela bu Türkiye qaysi usulda faydalandı bu demokratiyadan. Başka devletler qaysi usulda faydalandı. Bunun faydalı yerleri nima? Bunun ilişki tegishlik yerlerimiz nima bundan? Bunun qabul qilmaslik taraflarimiz nima? Bu vaqtda yaxshi o'ynash lozim. Agar biz misol qilib Turkiyani olsak, Türkiye hakikaten demokratik tuzumdan nayet yaxshi foydalanırlar. Valanki Türkiye özünü biz İslam devleti, İslam hakimiyetini tatbiqlaymiz demaydi. Eğer degan takdirde bu hakimiyet, muşu Müslümanlar hazır vaziyette 10 yıl, 12 yıl Türkiye'ni bu derecede idare qilib, iqtisadi jihatdan dünyadaki en terakki qilgan devletlerin qatoriga kiralaydigan, hatta Türkiye'de acayip mustabid hakimiyet bo'lgan. Biz o'zimiz ko'ramiz. Shu Ecevit davridan tartib Süleyman Demirel'in devrini tatip bugün kadar da emdi qaysi kuni tunji qatim Türkiye parlamentida yağlık atkan bir ayol sözlepti. Tunji qatim bir hafta 10 gün bo'lmadi. Tunji qatim Türkiye televizorda yağlık atkan bir ayol kirdik. Ama bunu da yağlık atmagan yarım yalang'och ayollarni mı Muhammed'e onu
qo'llab etmaydi. Ama albatta insonning bir insoniy erkinligi, kishilik huquqi bo'lganligi uchun bunga yo'l qo'yaylik. Bu manda shu demokratiya yo'li orqali foydalaniladi. Türkiye'de hakikaten bir erkinlik var. O Türkiye'de hakimiyeti olsun, hakimiyet karşı şu öktüçüler olsun, muşu erkinlikten faydalanışkı tirişedemdi. Muşu emmesi demokratiyadan faydalanıp kılvatkan iş. Ama bu demokratiya Mısır'a almıştı mı? Mısır'da mağlup oldu. Nimişka Mısır'da hakimiyeti demokratiya arkalık İslami hakimiyet oturup kep kalganlığı üçün bu demokratçılar özü şu demokratçı diyenler, demokratik hakimiyetini kollagan gariplenmesi üzüç diyemey. Bu Müslümanların hakimiyet kep kılışını, hakiki İslami hakimiyetini oturup kep kılıştın korkup bir amallan bulanı yıkışıkı tirişti. Demek bu meyli demokratiya iman keltirgen garip olsun ve başkalar olsun vakt kelgende özünün menfaatini birinci oranda koyuyordu. Şunun sebepten öz menfaatiga to'g'ri kelmagan mayli demokratchi, mayli islomchi, mayli qaysi tuzum bo'lsin, hech qaysini ular qabul qilmaydi. Qabul qilmaganligi uchun bu shu ahvollar ko'rilyotdi. Ahvol unday ekan, bizmi endi bu shu dunyoning vaziyati, biz bu dunyoda yashayapmiz. Bu shu dunyoninki bir parchasi bo'lib, biz dunyoning qaysi usulda mush insonlar bilan birga yashash, balki biz endi bu islom dini dunyoda olamshumul bir din. Yani Peygamber İslam'a Allah inna ersalnake rahmeten lil alamin degan. Yani bu Peygamber İslam bütün dünyaya rahmet bo'lgan, bu İslam rahmet bo'lib kelgan. Bu İslamni biz bütün dunyoga tarqatishimiz lazım. Bu tarqatishda biz endi bu qo'llanadigan usullarni qaysi usulda tanlaymiz ve qaysi usulda insonlarning qalbiga kiramiz ve hozirgi vaziyatda biz qaysi usulda o'zimizning manfaatimizni, shu İslamning, dinning, özümüzden hatta şahsi, vatan, devlet, millet şularınki menfaatini çıkış kılgan asasta qaysi usulda hareket kılımız bunu görüşümüz lazım. Ama biz tomtaklam, biz demokratçılığa karşı, demokratik tüzümge karşı, İslam'a karşı, onun karşı, bunun karşı deyiş bilen bo'lmaydi. Biz qaysi ishga iman keltirgan ekanmiz, shu yo'llanmamiz. Biz musulmonlar İslamga iman keltiraylik, Kur'an'ın hakimiyetiga iman keltiraylik, mushu yo'llanmamiz. Ama bu vasıtalarni qaysi usul tanlasak buludu. Ama hozirgi vaziyatda mushu g'arb davlatlari mushu demokratiyaning vasitasi bilan musulmonlarni izadigan, o'ltiradigan, bulan talan qiladigan hamma ishlarni mushu yo'llar qilyotdi. Ama bu ishlarni demokratiya bu huquqni, demokratiya degan huquqni suiiste'mol qilyotdi endi. Ama biz bularga şu imkoniyat bermasligimiz lazım ki bu haqiqiy mohiyatda biz zaten qaysi yo'l tutmamız bunu İslam'dan ruhidan ügünümüz. Ama her kadar vasıtalarda elbette biz qaysi tüzümünü, qaysi bir yolunu vasıtını kullansak bu hemmesi iki bislik meselelerdir. Bir adam demokratiyani kullandım dese, o ben demokratik tüzüm bilen yaşayman, bununkin İslam karşı digellik olmaydı bizdenki hukumumuzda. Biz İslam hakimiyetini, Kur'an'ı hakim mutlak kılımız ama şunu tartışta vasıta elbette bu qaysi bo'lishi mumkin. Shulardan foydalansak bo'ladi menimcha. Rahmat. Muhammad Yusuf Qarman bununla sizning boshqacha qo'shimcha qiladigan gaplar bormi? Qo'shimcha qiladigan gap qamada sirayni ajim tafsili nima qildi? Asosan tushunishlik bo'lgandek bo'ldi endi. Masalan, shu eng oxirgi gapida G'arb dunyosininki va ba'zi davlatlarning demokratiyani ko'zir qilib turib, demokratiyani suiiste'mol qilgan gapi bo'ldi. Ras amaliyotda xuddi musulmon islom deganga o'xshash. Islom desak, islom degan shunda bir javhar, parlaq javhar shundami? Musulmon desak, hozirgi bizning ahvolimiz. Xuddi birisi ko'mir bo'lsa, birisi yoqutga o'xshash. Turib demokratiya ham shunga o'xshash tushunsak. Demokratiya bir tuzum hamda pokiza joyida qo'llanib olsak, pichoq o'xshash masalan sizlarga o'xshash. Pichoq o'xshash. Joyida abdan qo'llanib olsak, yaxshi yerga qo'llanib olamiz. Ammo suiiste'mol qilmagan davlat yo'q uni. Hatto eng mustabid davlatli dunyoda biz eng demokratik davlat biz deydi. Masalan bu islom davlatlarida 60 yil 40 yil o'lguncha taxtdan tushmaydigan unda demokratiyalar bor. Hammasi demokratiya deb ataydi. Ammo bizning demoqchi bo'lganimiz bu demokratiyani emas, demokratiyaning javhirini desak, javhiri
İslamdagi shuroni elib berishning bir vositasi bo'la oladigan, bir tuzum bo'la oladigan hamda shuro degan maqsad. Shunga ma islom davlatlarininki nimalarda qonun masalan Misrga o'xshash, Yamanga o'xshash demokratik islom davlatlarining qonunlarida qanday yoziladi? Davlatning dini islom, asosli qonunimiz Qur'on Karim deydi. Endi islomiy demokratiya bo'lmoqchi bo'lsak, shagi nimani qo'shib qo'yamiz? İslamның prinsipiga muxolif keladigan, xilaf keladigan har qanday qonun tuzum batil deganni qo'shib qo'ysa, demokratiya, islomiy demokratiya bo'lgan bo'ldi. Endi masalan biz binasini elib, g'arbdan nim bo'lsin, uni xuddi sirtdan biz bir mevani elib, o meva yerga tushib ketib, balki paskinlab qolgan bo'lsa, biz uni suvda pokiz yuvatib yeganga o'xshash bir gapda endi. Pokiz yaxshi yerini elib, yomon yerini tashlayapmiz. Shunda qilishni bilsak bo'ladi, shu foydalanishni bilsak bo'ladi-chi endi. Endi demokratiya desa asli bu demokratiyaning hammasi yaxshi, bu bir ma'sum narsa deganlik emas. Demokratiyaning ajoyib cho'ng xatoliklari bor, nurg'un ishlari bor. Bu endi biz o'zimizning hayotimizni mezon qiladigan narsa emas. Bu faqatlam o'zimizga ishimizga to'g'ri kelsa foydalanadigan bir narsa. Hatto bu demokratiyaning nurg'un xatoliklari bor. Masalan, demokratik tuzumda deb Turkiya olsun, başka yer olsun, haliqidagi g'arbmi? Shunda xalq bir qancha odamni saylab qo'ydi, ammo xalq bilan demokratiyaning asli javhari bo'lgan xalq o'zini o'zi boshqaradi degan prinsipga hozirgi demokratiyaning hech qaysi tushmaydi. Qanday desizlar? Xalq masalan o'zining vakillarini parlament a'zolarini saylab qo'ydi. Shu bir qatim saylaydi 4 yilgacha. Shu saylagandan keyin ham o xalq bilan o parlament a'zolarining aloqasi uzdi tamamen. O xalq nerede? O parlament a'zolari nerede? Hakimiyet nerede? O xalqqa shu bizni xalq sayladi deydi. Unkin xalqqa zulmni shular soladi endi. Bajni qo'yadi. O'zi xohlagan binasini qonun, tuzum, rasmiyatlarni ijro qilib shularning ustiga qo'yadi. Shuni qilib masalan saylam desak, saylam vaqtlarida saylam davronlari uchun xajlab ketgan pullar necha million dollar pulini xajlaydi. Hammasi xalqning pulisi. Shunday qilib uningdan boshqa yana insonlarning erkinligini mustabid hakimiyatlarmi endi shu demokrat nomi bilan hakimiyat kelibdilar. O xalqni inson qatorida ko'may istibdodlik qiladigan ishlarmi hammasi bor. Mushu hammasi demokrat nomi bilan bo'layotdi. Ammo bu hammasi demokratiyaning yomonliklari, nacharligi deb uning yaxshi taraflari bo'lsa, bizning ishimizga keladigan taraflari bo'lsa, uni birga tashlab bo'lmaydi-da. Undan olamiz, foydalanamiz. Yani bu dünya şu menfaat dünyası. Bu şu dindimi, bizning dinimizning menfaatiga zid ish qilsak, islomning menfaatiga zid ish qilsak, xalqning, vatanning, millatning, davlatning menfaatlariga zid ish qilsak, bu islomning menfaatiga zid qilgan bo'lamiz. Haqiqiy islomning ruhiga zid bo'lgan bo'ladi. Biz ama onun uchun biz şu bu dunyoni menfaat bu dunyosida biz qaysi yerdan foydalanishga imkoniyatimiz bo'lsa, endi Peygamber Islam belligu anni velav aya deydi. Bir ayet olsun mendan yetkizinglar. Bir adam gibi olsunmu İslam'da yetkizishimiz lazım. Ama qaysi usulda, qaysi vasitalar bilan yetkizishimiz, foydalanamiz, bu hammasi bizga tekshirib narsa. Hatta ba'zi shu xususan Misr masalasida bu Misr hakimiyetini, Misr reisini yıkıp aldırıp taşlaganlar, hammasi bu ilmanilar, dinsizler, İslam'ı yaxshi ko'rmaydiganlar. Ama o'zi bu hakimiyetni har xil usullar bilan hilmi bilan yıktıqliq. En kelib bu İhvanul Muslimin olsun, başka hareketli olsun, bu İslami hareket qilayotganlar hakimiyetni kilish uchun bular shunda har xil vasitani qo'llanadi deydi. Tabii bu İslami Müslümanlarning hakimiyet kilish haqqi yo'qmi acaba? Senin bu hakkın Müslüman'da yok mu? Ular yani Müslümanlar mı özünün hakimiyetini, özünün dinini, özünün Kur'an'ını hakimiyet beşiğe ekilişke vasıtı işletiş, tirişiş, kuş toplaş, adam toplaş hakkı yok mu? Sana verilgen hak nimişki bizge verilmeydi. Nimişki demokratçılara verilgen hak Müslümanlara verilmeydi. Nimişki bu ilmanilara, liberallara verilgen bu dinsizlere verilgen hak nimişki başkaları verilmeydi. Doğru, biz hakiki türde bu dünyaya erkinlikni taktişimiz lazım. İnsanların şahsi erkinliği, dini erkinliği, itiqad erkinliği ve şuna oxşagan nurgun erkinliklerge biz ega bo'lishimiz lazım. Ama vaqt kelgan vaqtida haliqidek bu xalq endi xalq o'zi boshqargandan keyin xalqning ko'p qismi
qaysi tarafni saylasa shu demokratik saylan bo'ladi. Uningga qabul qilish lozim. Acaba musulmonlarni saylasa uningga yig'lab ishni buzadi ekanmiz, ammo musulmon islomga qarshi odamlar saylansa u davomlashadi ekan. Bunday ish bo'lmaydi-ku dunyoda. Bizga kim ko'p ovoz berdi, uningga hurmat qilishimiz lozim. Agar demokratiyaga, inson haqlariga, insonning insonligiga hurmat qilgan bo'lsak, bu masalada aniq bo'lish kerak. Ammo ma'lasaf Misrda va boshqa davlatlarda bu haqiqiy demokratiyaning, haqiqiy inson haqlarining ne kadar suiiste'mol qilinayotganligi, ne kadar insonlarningki mustabidligi, u mustabidlik faqatlam kaltak bilan, qurol bilan bostirish bilan emas, insonning ideologiya mustabidligi hozir hukm suryapti endi. Insonning ideyasini chetga qo'yadigan, fikrini chetga qo'yadigan, e'tiqodini chetga qo'yadigan, insoniy erkinligini chetga qo'yadigan ahvollar bo'layotdi endi. Bu masala haqiqiy turda insonlarning erkinligi, shu Alloh Qur'oni Karimda tushirgan insonni va laqad karramna bani adam deydi. Biz odam bolasini ulug' qildik. Buningda odam bolasi degandikilar kafir mi kiradi, xristian mi kiradi, musulmon mi kiradi, hammasi kiradi. İnsani huquqi bor. Mushu huquqni qaysi usulda prinsiplashtirib, o'zining haqqini o'z joyiga berish masalasi. Ama hakimiyet tanış meselesi emas. Hakimiyet zaten Allah'ın, biz Müslümanlar için. Bizim dinimiz İslam, İslam hakimiyeti hüküm sürdü. Ama başka işlerde biz normal insanlık dünyasında biz hem insanlar özümüz imkaniyetimiz boyunca biz vasıtalarını kullansak bulurdu. Ne kapalık var onda? Ama yeri şimdi bu ne mene belki içimizdeki qarandaşlar özününki hoş yok adamlarga qo'llanadigan isim bo'lib qolganligi. Mesela Resulullah'ın davrida Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sabi deb qo'yib, shuning bilan uning ma'nosi yangi bir dinga o'tkazishadi degan bo'lgandan keyin nurg'ulgan agish niyatida bo'layotganlarmi to'xtab qolganda bu yomon odam o'xshaydi deb keyingi davrga kelganda Vahhabi degan ismlarni chiqardi, yaxshi islohotchi olimni ekan yoki jadidi deb chiqarib qo'ygan ekan. Bugün kunda zaman o'zgardi, Vahhabi deb qo'yishim aqmaydi, jadidi deb qo'yishim aqmaydi, sabiyim aqmaydi. Endi hozir yaxshi ustozlarning va bir qism yaxshi ulamolarning keynidan bu millatchi, bu demokratchi, bu deb qo'yish orqali xalqlarni qaymoqtiradigan ig'ir ahvollar bor endi. Endi yeni bir mesele ben ilave koy. Bu İslam bilen demokratiyani bir oranda koyuşunun özü hata mesele. Bu İslam dini aslında ezelden mevcut. Bu demokratiya şu İslam için hizmet kıladığan bir vasıta. Onu hiç kaçan biz İslam bilen bir oranda koyamayız. Koyuş mümkün emez. Şuna bu demokratiya nim buluşun katin ezel bu İslam bilen yandaş mağdığan nese emez. Bu faqatlam Yusuf Karim degandek bu bir vasıta. Onun yaxşılıklardan faydalanımız. Yamanlıklar olsa onunla biz perva qilmaymiz, tashlab o'tamiz, qabul qilmaymiz. Çünkü bu bizning narsamiz emas. Ama İslamni biz ro'za misaqni tatib biz musulmon, mu'min, Allohga iymon keltirdik deb qabul qildik. Biz bu bizning narsamiz, bizning haqqimiz, bu bizning mulkimiz. Ama demokratiya bizning mulkimiz emas. Ama boshqalarning narsi, ama o'tirib tashlangan bir vasıta, bunun öz layıkıda faydalanımız. Bunun ne yemeni? Hürmetlik qarandaşlar, bu kadar bilen programımızın berdi ahırlaştırımız. Kıymetli vaxtlarını berdiğinize rahmet. Yana qayta uçuruş ümidi bilen hemmenlerini Allah kitap sürdük. Hayır, hoş selamet bulunlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.